Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan Movarounnahrda Shayboniy hukmronligini o'rnatilishi mavzusiga to'xtalamiz. Tarixda ma'lumki, Muhammad Shayboniyxon Abulxayrxonning nabirasi hisoblanadi. Uning otasi Budoq sulton Abulxayrxonning o'g'li bo'lib, erta vafot etib ketgandan keyin u ukasi bilan birga otasining qaramog'ida tarbiyalanadi va o'z oldiga davlat qurishni maqsad qiladi. Tarixdan biz bilamizki, Abulxayrxon 1428-1468-yilda o'z davlatini qurgan edi. Lekin keyinchalik uning davlati quladi va Muhammad Shayboniyxon bobosining davlatini 1480-yilda tiklaydi. Endi u bevosita Temuriylar davlatiga chegaradosh bo'lib qoladi. O'sha paytda Temuriylar asta-sekin inqirozga yuz tutgan bo'lib, 1500-yilda Temuriylardan bo'lgan Sulton Ali Mirzo Samarqand taxtini Shayboniyxonga ochib beradi va kaltabinlik qiladi. Bundan g'azablangan Bobur Mirzo nihoyatda qattiq aziyat chekib, 1500-yilda Samarqandga qo'shin tortib, Shayboniyxonni mag'lubiyatga uchratadi va Samarqandni egallaydi. Asta-sekin Zarafshon va Qashqadaryo voqealari ham uning tasarrufiga o'tadi. Lekin 1501-yilda Saripul yaqinidagi jangda Muhammad Shayboniyxon Boburni yengadi va Samarqandni qaytarib oladi. 1503-yilda Bobur Mirzoning tog'asi Mahmudxon, Bobur Mirzo va Qalmoqlarning birlashgan qo'shinini Muhammad Shayboniyxon yana tormor qiladi va oqibatda 1505-1507-yillarda butun Xuroson Movarounnahrni qo'lga kiritishga harakat qiladi. Hatto u Xorazmni ham egallaydi. 1507-8-yillarga kelgan paytda Temuriylardan faqat Abu Said amalga oshirgan narsani u amalga oshiradi. Ya'ni Movarounnahr, Xuroson va Xorazmni o'z qo'l ostiga birlashadi va bevosita Eron Safaviylari bilan qo'shni bo'lib qoladi. 1510-yilda u Eron Safaviysi Ismoil Safaviy bilan qo'shin to'qnash keladi va bu jangda yengiladi. Shu tariqa 1510-yilda Muhammad Shayboniyxon olamdan o'tadi. Lekin uning qilgan davlatini, qilgan ishlarini uning avlodlari davom ettiradi. Keyingi mavzularimizda mavzumizning davomi haqida so'z yuritamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.